Adaş, ma ablacan sen sal bozak qildimi qanda? Voy yo'q ag'inlar, bu bundaq gap emas, xato tushunib qolmanglar. Bu degan faqat bir Nadi ber? 3-4 tutam deyadi. Sen ashta jiq odamning orasida qolganda bizga bir telefon qilsam deyman. Uning og'inisi bor, sening yo'qmi deyman. Ben ablacığım, izler mi? Başlandı. Merhaba. Hey, hey. Ben baş bir yigit bulsam mu gerçe seni suyarman şunca yeah. Bugün yana bir yeni nefeste sundum sana gül çeşme güzel gerçek sen lazım bilen kaçsan bu hasta daimen değil lekin ben zirikmezmen ümit kesmezmen herkes sen değil oh. Bas beni koynuna hey 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 unutma beni unutma emas hech qancha u azob emas seni asrashman uchun havas bilgin xushbo'y hidini olsamga nafas balkim bo'lar men gibi sada masala mayli mening din qochqin bezar bo'lib qolg'in kerak yo'q başla ishni qaydedin qilgunini andin sabrim to'lib oh. Bas beni koynuna hey hey güzelim unutma bil unutma oh. Bas beni koynuna unutma bil unutma Yaşamam anırdı. Yetkizgin bu sözümdü. Yılbüdük cesarim. Yüreğe onlar bu söykümdü. Dora. Şunda iltica qilmang ki, aşu sadık ko'ngilxona patiqimda bu haqiqiy söygümni sehrli dolu his qiluvsi. assalomu alaykum.
Kayfiyating yaxshi emas-ku. Qaraganda yaqinda ishlaring toza yaxshi emas o'xshaydi. To'g'ri deding. Sendek chaqirılma mehmonlar kishining ko'nglini doim beram qilib turdi. Men sevuvchi emas. Uning uchun keldi. Oo, shunaqa. O seni taklif qilganmidi? Ham seni taklif qilganmidi? O'zing baxshallik qilsa, bir xushalik ish bo'ldimi? Albatta xushal. O'zim yaxshi ko'rgan qiz uchun ancha-muncha xizmatini qilib qo'yish. Xushallik ishda. Xizmatini qilib qo'yish deb qo'y. Uni nima xizmatini qilmoqchisan? Nega og'iz kelsa, shuga gapirma. Nima qilg'is kelsa, shuni qilib birma. Uni nega gapirsa? Buning sen bilan munosabati yo'q. Mashinam bo'ldi-ku, ha, birodar. Lekin bugünkidek mo'yin vaqtlarda uni ancha tozalab, pokizlab kelishing kerakdi. Ras. Bu mashinani yumusimi baribir o'xshash. Balki mashinangning 1 yillik yoki 2 yillik umri qolganda, balki 1 yillik umri qolgan bo'lishi mumkin. Bundaq qilayli. Sen telefondan chiqqan, men seni mashinang bilan bir parcha rasm tortib qo'y. Balki bu sening mashinang bilan eng oxir bir parcha xotirang bo'lib qolishi mumkin. Qandaq? Hey, yaxshimi? Yaxshimisiz? Qo'lingga so'ngni mag'ach ketay. Ha, rahmat ada. Shunda uyqum kelib ketdi meni. Hey, ablajon, qara. Menga qaraylik, menga. Ablajon, yaxshimi? Rasm chizsak bo'lamdi. Bo'ldi, chetay. Odash meni boshqa tatib qo'ya. Odash menga keldi. Aka. Ay, rasm chizib qara. Ayoq to'g'ri bo'lsa ham bo'ldi. Yana birinchi olaylik, yana birini. Sen ayrim tatib qo'y ya. Hamma qila. Yana birinchi olaylik, yana birini. Bo'ldi, chetay. Xo'p, bo'lmay imzo qo'yib beramsiz. Qalmoz bormi? Oblajon. Hammamizga bermasdan aram Göründün gözümge texim o güzel Ben buldum gözleri eski karam Bu haqiqiy sevgi oyun emas Birdemli qisiqish yoki havas Sana menden başqasi ko'ngil bilmasdin Yaxshisi o'ziga bo'lsin taxas Ben bu sevgim huzurini sürüp bakmadim Hem yolumdan hech qachon yenib bakmadim Ben boşashmadim, qo'rqib qochmadim Kelgusimizdan ölmesiz beni bakmadim
uçu çekçik iş emgek yok İğizida cahan soruşar bulunda Girmen aldiraş öz işin bilen gün boyu Bazılar bilidu bek yaşıp fırsat bunu Süyüdü seni düşüneymen onu Dik bana da alırsan unutmasın şunu Eski. Ben eski yıkıldı beni Yerime kendin kızdı seni Gerekli vakitler kere soğuk Birbirine doğru seni koyarman hem beni Ben eski yıkıldı beni Yerime kendin kızdı seni Gerekli vakitler kere soğuk Birbirine doğru seni koyarman hem beni Ben eski yıkıldı beni Yerime kendin kızdı seni Gerekli vakitler kere soğuk Birbirine doğru seni koyarman hem beni Ben eski yıkıldı beni Yerime kendin kızdı seni Gerekli vakitler kere soğuk Birbirine doğru seni koyarman hem beni Nimiş bo'ldi bu yerda? Sizga bir ish bo'lmaganda? Yo'q. Ulan tonimsiz. Yo'q. Ulan tonimsiz, tanimamsiz. Sen darhol birinchi atrofda bilan aloqa qilishib, qochqonlarni darhol qo'g'la. Rost tonimaysiz a? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Kechiring. Yo'lda bek avarchiliklar bo'lib ketdi. Men sizga aldirmay tushuntirib qo'yay, ha. Sizdan bek malol qilibdiq. Rahmat sizga. Yo'q, hech qisi Ha, yo'q. rost aldirashlikda unutib qolibman o'zim tanishtirishni. Bu yoq meni qiz do'stim bo'ldi. Nima? Men Ablajon. Men sizni taniyman. Men sizdan jiq naqshlaringizni anglagan. Bo'lib meliqi eski degan naqshingiz bor-ku. Bak yaxshi ko'rib anglayman. Rahmat, xush bo'ldim. Rahmat, bugun shundoq yaxshi uchrashib qoldik. Qiz do'stim bilan ikkimiz sizni to'lim malol qildik. Jafo chekdingiz. Bu degan bizdan qilishga tegish kishi emas. Lekin siz ikkinglar bakmas gapsizlar jimo. Shundaqmi? Ajab ko'nglimdagidek gap qildingiz-jimi? Rahmat. Undaq bo'lsa biz mayli, sizni ma'var qilmayli. Ha, ras. Ha? Sizlarga menga baxt tilayman. Rahmat. Juring, chiqib qaytamiz. Juring, uyingiz gapirib qo'yma. Hey! Bildireymen sevgimni boysundurup yolunu Gülüp göyüp kalsan asta asta Tatlı güzel kız Ben sana mestane Tatlı güzel kız Arabamda pervane Tatlı güzel kız Beni görmez ziyade Tatlı güzel kız Bana yalnız yıkama. Muzika Yangridi qaytidin Saldi meni hayajonga Mikrofonni Aldim men qo'limga Tushdim larzan usulga Zelimat Bilmasga salisan Qasdan parvo qilmaysan Kuymat Shundan zo'r xo'yimga Dehmo omaq o'raysan Naqshimning sehri shu qadar sirliq cheksiz Ko'z so'ng taslim bo'ladi ammo siz shaksiz Ko'nglimda shikilinish kayfiyatim ratsiz Bu ittirob qil bugun kal Bildireyman sevgimni bo'ysundirib yo'lini Gülüp göyüp kalsan asta asta Tatlı güzel kız Ben
avara bo'lmag'in bo'ldi qil meni do'stlig'ing yo'shurup ko'nglimning maylini o'zingni qiynamag'in yurasan qachongacha men bilan shundoq ketolmaysan ham meni tashlab berib menga mansub bo'lishing ham qolmaydi uzoq bo'ldi kutib barmay andi gal 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 bildirayman sevgimni bo'ysundurib yo'lini könüp köyüp qalasan asta asta bildirayman sevgimni bo'ysundurib yo'lini könüp köyüp qalasan asta asta güzel kız men sana mastane. Ko'pchilik yoshimizda men Ablajon Ayub degan Turpan viloyatida Aski ishki nomli filmni ishlayapmiz. Ko'pchilik javob chekdi. Güzel kız Ablajon. Ablajon. Rahmat.